15 tacha lotlarda ishtirok etgan bo'lsam, yutganim 5 milliarddan oshgan. Xariddan mana bu yerda men 9 ta lot qo'ygan bo'lsam, 8 tadan hozir 3 tasida shartnomamiz chiqdi. Biz yutib oldik firmamiz bilan. Qoraqalpog'istondan kelgan akamizni tenderda yutdilar. Вот mana shartnomalari ham chiqibdi. O'zi shundoq qatnashib yutib oldi. Kursni o'qishni puli chiqdi. Ha, bitta o'zida chiqib, individualda o'qigandim. Bitta shartnomamizda chiqib bo'ldi. Hozir boshlanishiga asosan auksionda Auksionda yutdik. Ha, auksionda o'ynayapmiz. Auksionda yutib bog'lasa yaxshi. O'qishni bitirganimizga mana 1 oy bo'lgan bo'lsa, o'zi o'qish davrida natijasini boshlaganmiz. 14 tadan oshiq zergalar qildik. 87,5 million, 3,400,000 hozirgi bo'lib turgan ishlarimiz bu yerda mana. Birinchi yutug'im 500 million so'mlik lot bo'ldi. Ishtirok etdim va biz g'olib bo'ldik. 960 million shartnomani yutib oldim birinchi marta qatnashib. Nima bo'ldi? Tenderda yutdingizmi, auksionda yutdingizmi? Auksionda yutdik. Mana natijasi 2 ta shartnomani yutib oldim. Sizlarga katta rahmat. Nechta bo'ldi umumiy shartnoma yutgan shartnomalar soni? 36 ta. Lekin biz yutib olgan narxda 700 million oshgan narxga yutdik.